Haqsiz buğday soqutqanğa tokoji izleyipmi tuqqanlarmı şunda tokojirim ba mening buğday soqutqan deyotgan tuqqanlarimiz men bilan aloqalashgan bo'lsanglar men chiqimingni qilib berman maydisangni qo'yib berman shaqqidisangni berman ko'tira olsammi tamoman butu endi bunda desam ba'zilaringlar tuqa qolsa redu uchun shunda dehqonlarga yordam qilmoqchi bo'libsa deb zo'ping chiqarishinglar aniq bir nechanglarniki albatta mush yotqandan chiqmay turib yo holadan chiqmay turib ham zo'ping ishlash hammadan qo'ldan kito lekin amaliy qo'limizdan kelishicha bunda qilish endi xili odamni qo'ldan kelmamdiki deb o'ylayman bo'lsa qo'llab qo'yasizlar tuqqanlar untinsiz qo'limizdan kelishicha qilsak qani xo'rlik bo'lgan deb zo'ping chiqarishga boshladinglar endi qilgan ishlarimizni ancha muncha chiqarib qo'ymasakmi sal qorinib ketganday qilib turibmiz mayli redu uchun danglar mayli nim deb o'ylasanglar sizlarning o'ylaganingcha bo'lsin avval mush ishlar bir yaxshi hal bo'lsin qolganiga partiya hukumatniki yaxshi o'rlashtirish bilan yaxshi bo'layotdi hamma ishlar tokojirim bor degan tuqqanlar men bilan bir aloqalashgan bo'lsanglar shu tokojini kunlik ko'tira desanglar ko'tiraga men pul bersam butu endi shu bug'doylaringlar mayli ho'l bo'lsin mayli quruq bo'lsin qo'limizdan kelishicha chamimning yetishicha shu so'qashga yordam qilmoqchiman bo'lsa ko'proq odamlarga yordam qilg'im bor men o'zim bir tayinli birlam odam ekan qo'limdan kelishicha o'zim shaxsiy holatda qilmoqchi mani to'g'ri tushunasizlar qo'llig'idek bo'lsa qo'llab qo'yinglar tuqqanlar qalaymiqan piyonni yozganning o'rnida qavaniga hammalarga osoyishlik bo'lsin